Alo. Alo. Salom alaykum. Tamam. Aleyküm assalom, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Taksi aytganmidinglar? Ha, o'qiga aytibsiz. Mashhad Obidjon ne oldu? Hop, o'qiga shaydan ikkita ish kerak edi-da. Qanaqa ish o'qi? O'zi ish bordi, o'shani qilish kerak edi. Ikkita ish topib bering, o'qing. Shaydan. Aytib ko'ramiz bir o'rtasini. Yo'q, aytilmaganda. Gaplashib, akelaverib o'qing. Qanaqa qilib gaplashsam o'qdimi? Shunda o'rta yoshdagilardan ishlaydigandan-da. Nima ish qilish kerak o'qi? O'zi ish bordi, ularga qarash kerak edi. Necha yil o'zi o'qi taxminan? O'rta yoshdagilar kelaveradi. To'qqiz bir to'qson bilan 2000 yil atrofidagi. Qayli bo'lish kerak ishchilar? O'qiyapman. O'qit nima qilib bilmadim. Gapirgan tushunibsizmi? Taksiymi? Odam tashiymi?